Koreyada Navruz bayramiga Get Ready With Me va nihoyat Navruzga qo'shilib bahor ham kirib kelyapti. Bugun havo juda ham yaxshi bo'lgani uchun yubka kiyishga qaror qildim, lekin u bilan birga kiymoqchi bo'lgan uzorli kolgotkam как назло yirtilib qoldi. Mayli, kayfiyatni tushirmaymiz. Ustimga esa mana shunaqa salatovoy rangdagi chiroyli bluzka kiyaman. Talabdan beri hech narsa yemaganim uchun zavtraqni mana shunaqa oddiygina bulochka bilan qilib ola qoldim. Bu yerda esa Sina meni kolgotkamni ko'rib ustimdan kulyapti. Videoda rasmga tushirib oilaviy chatimizga ham tashlab yubordi. Va hammasi birgalikda meni ustimdan kulishdi. Shu 3 ta sumka orasida o'ylab, oxiri eng kattasini olishga qaror qildim. Birinchidan bugungi obrazimga eng yaxshi tushdi va ikkinchidan kameramni ham olishim kerak bo'lgani uchun katta sumka kerak. Ikkinchi bu shokoladlarni menga singlim Germaniyadan olib kelgan, ta'mi menga вообще yoqib qoldi. Desertni ham paqqos tushirib olib, tezgina labimizni obnovit qilib olamiz. Ozgina aksessuarlar ham taqib oldim. Deyarli tayyorman va oxirgi shtrix etigimizni ham kiyib olamiz. Endi esa точно tayyorman. Bugungi obrazim cool va cute girlni kombinatsiyasi bo'ldi. Kursni esa menga juda ham yoqdi bugungi obraz. Kechki paytga yaqin havo salqinlashgani uchun ustimga palto kiyib oldim. Конечно же, millionta kerak emas narsalarni hammasini sumkamga solib olamiz va kamera ham esdan chiqmaydi. Ozgina oynani yonida o'zimga kompot bo'lganimdan keyin kech qolayotganimni bilib Navruzga otlanamiz. Navruzdan ham vlog bo'ladi degan umiddaman. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.